Tojirlar uyushmasi yoki savdogarlar yig'ini haqida. Ustoz vasiyatiga ko'ra biz yanada qattiqroq ilm qilib, savdoni kengaytirishga harakat qila boshladik. Savdomiz va ishlarimiz shu qadar kengaydiki, foydamizdan aql shoshardi. Dunyoning 4 tomonida bizni tanishardi. Mahsulotlarimizni mamnun xarid qilishar, sotib oladiganlarimizni savdogarlar arzon narxlarda sotishardi. Ustozning vafotiga mana 10 yil to'libdi. Yoshimiz ham 50 dan oshdi. Hamon savdogarlikni obro'yimizni saqlash, odamlarni ish bilan ta'minlash va ilm ahliga moddiy ko'mak berish uchun qilyapmiz. Alloh taolo harakatlarimizga barakalar beryapti. Ikki kunimiz bir xil emas. Har kunimiz ilm, tijorat va ish berish, odamlarga yordam bilan boyimoqda. Ustozning vasiyatlariga qo'limizdan kelguncha amal qilib boryapmiz. Mana bugun ham bir yangilik bilan kunimizni qarshiladik. Abdulloh doimo yaxshi gumonli va kelajakka ishonganligi uchun yangi g'oyalar ustida ishlardi. Bu safar ham ajoyib fikr aytib qoldi. Abdusalom, biz savdogarlarni bir yerga to'plab, har 6 oyda yig'ilish o'tkazishimiz kerak. Majlisni o'zim boshqaraman. Bu tadbir uchun xarajatlar mening zimmamda. Maqsad bitta: xalqqa oson bo'lsin. Bozorga tushgan odam narxdan ranjimasin. Yaxshi taklif. Endi buni savdogarlarga bildirish kerak, dedim men zavqlanib. Shu kundan boshlab savdogarlarga bu xabarni yetkaza boshladik. Men 100 dan ortiq qog'ozga 6 oydan keyin bo'ladigan yig'ilishga Abdullohning uy manzili ko'rsatilgan taklifnoma tayyorladim. Keyin savdo karvonlari orqali mashhur tojirlarga jo'nata boshladim. 3 oy deganda deyarli barchasidan javob xati keldi. Bu orada biz uyni ta'mirladik, o'tiradigan joylar tayyorladik, mehmonxonalarni sozladik. Men yig'ilishni intizorlik bilan kutardim, chunki o'nlab katta savdogarlarni bir joyda ko'rish boshqacha bir hayrat edi. Oradan 6 oy o'tib, kutilgan kun keldi. Musulmonlar juda tartibli va vaqtiga yaxshi egalik qiladigan bo'ladi. Aytilgan joyga vaqtida keladi. Hatto oldinroq kelib kutib ham turadi. Va'daboz emas musulmon. Ish qilib, bizdan keyingi avlodlar ham vaqtni isrof qilmaslik va qadrlashda boshqalarga doimo o'rnak bo'lsin. Aks holda vaqtini qadrlaydigan ajnabiylarga yo'l bo'shatib beradi. Xullas, savdogarlar birin-ketin kirib kela boshladi. Darvoza oldiga 4 yigitni qo'lida obdasta bilan suv quyishga tayinlaganmiz. Yelkasida sochiq, chiroyli salom bilan ularga xizmat qilyapti. Qo'llarini yuvgach, mehmonxonaga 2 yigit yo'l ko'rsatib turadi. Eshikdan kiraverishda 2 yigit ularning oyoq kiyimlarini bir chetga terib turadi. Kirgandan o'ng va so'lda 4 yigit ularning kiyimlarini ilgakka iladi. Ichkaridagi 4 yigit tortilgan taomlarni mehmonlar oldiga qo'yadi. Bo'sh idishlarni yig'ishtirib turadi. Peshin vaqtigacha mehmondorchilik bo'ldi. Taomlarni isrof bo'larlik darajada xilma-xil va ko'p tayyorlamadik. Avvaliga meva, turshaklardan turli sharbatlar, quruq mevalar va qaynatma sho'rva. Keyin esa go'shtdan kabob qilindi. Qimiz va tabga qarab choy ham berildi. Peshin namozini jamoat bo'lib o'qiganimizdan so'ng yig'ilish boshlandi. Abdulloh tik turib gapira boshladi. Assalomu alaykum do'stlarim. Sizlar bilan bir joyda xalqning og'irini yengil qilish va qulaylik yaratish maqsadida yig'ilib turganimizdan va taklifimizni rad etmay kelganingizdan mamnunman. Orangizda mendan oldin savdo ishini yo'lga qo'yganlar, men bilan birga tijorat boshlaganlar va mendan keyin shu ishga tavakkal qilganlar bor. Bu yerga yig'ilishimizdan maqsad bitta: bozordagi g'irromliklarga va narx-navoning sun'iy ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik. Men bu haqda taklifnomada yozgandim. Kelganlar taklifga roziligi bilinib turibdi. Endi ko'rib chiqiladigan va tartibga solinadigan masalalarga kelsak. Avvalo, bug'doy, arpa va yog'ning narxini odamlarning cho'ntagi ko'taradigan qilish kerak. Undan keyin tuz, qand, gazlama, mo'yna, maxsi, kovush, bosh kiyim, ot savdosi, go'sht, mushk, atir, tilla buyumlar, kumush buyumlar, gilam, siyoh, qog'oz, kitob, chinni, arab xurmosi, to'n, guruch kabilarning narxlarini iloji boricha ushlab turishimiz kerak. Bu yerdagilarning hammasi o'ziga to'q va pul bilan muammosi yo'q odamlar. Men narxni bir xil ushlab turish haqida gapirmayapman. Oshib ketishining oldini olishni nazarda tutyapman.
Alloh taolo ham yaxshilik qilish yo'lida birlashishni ta'lim bergan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Moida surasi 2-oyat. Takliflar bo'lsa eshitamiz, keyin xulosa qilamiz. Abdullohdan so'ng birin-ketin tojirlar fikr bildira boshladi. Bizga mo'yna va gazlama sotadigan odam birinchi bo'lib so'z oldi. Gaplaringizga qo'shilaman. Ammo ba'zan mo'yna tayyorlash jarayonida xom ashyo yetishmay qoladi. Biz o'sha vaqtlarda qimmat narxga mahsulot olamiz. Narx oshmasdan iloji yo'q. Yetkazib beruvchilar vaziyatni bilgani uchun narxni oshirib yuboradi. Biz ham o'z navbatida qimmat sotishga majbur bo'lamiz. Keyingi so'zga chiqqan odam ot savdosining eng kattasi. Ot savdosi qiziq. Bugungi kunda turli urushlar ko'p. Natijada men otni qimmatroq sotaman, chunki ular otsiz jangga chiqa olmaydi. Shuning uchun bozorda ikki xil narxda savdo qila olmayman. Karvonlar va xalq uchun ham o'sha narxda sotaman. Sababi urush boshlanganda otlar taqchil bo'lib qoladi. Men katta sarmoya evaziga boshqa joylardan sotib olaman. Ustiga mehnatimni ham qo'shaman. Bu borada bir nima deyish qiyin. Undan keyin to'n va boshqa kiyimlarni sotadigan gapirdi. Bizda ishlar mavsumiy desa ham bo'ladi. Abdullohning sharofati bilan sovuq joylarga ham sota boshladik. Bu degani mavsum yo'q endi. Narxlarni bir xil ushlab turibman, ammo boshqa mamlakatga qimmatroq sotaman, chunki yo'l xarajatlari bor. Rostini aytsam, chetga mol sota boshlaganimdan keyin chinakamiga boyidim. Yana shuni ham tan olishim kerakki, bizning diyorlarda qimmat deyilgan to'nlarning eng baland bahosi boshqa mamlakatlarda eng past hisoblanadi. Shuning uchun bemalol savdo qilyapmiz. Taklifni o'ylab ko'rishim kerak. Shu tariqa 10 ga yaqin odam gapirdi. Ayniqsa, mushk sotadigan katta tojirning gapi ko'pchilikka ma'qul keldi. Men avvallari mushkni tayyorlab joyida sotardim. Tabiiyki, arzon bahoga. Biroq mahalliy bozorlarni, boshqa joylarni surishtirib o'tirmasdim. Ketgan mehnat, tikilgan sarmoya, ishlatilgan mahsulotni hisoblab narx chiqarardim. Ammo bir kuni o'z mushkimni bir kichik bozorda ko'rib qoldim. Narxni so'rasam, mendan olib sotadiganlarning narxidan ham 2 baravar qimmat ekan. Shundan keyin katta bozorlarda o'z do'konimni ochdim. O'sha yerdan odamlar to'g'ridan to'g'ri oladigan bo'ldi. Odamlar xursand. Orada Abdulloh bilan tanishdim. Keyin boshqa mamlakatlarga ham sotishni boshladim. Endi qaysi mamlakatga sotsam, o'z do'konimni ochib, o'sha joydan tarqataman. To'g'ri, bir mamlakat ichida bitta do'kon kam, oz bo'lsa-da xalqqa yordam bo'lmoqda. Uning gaplarini eshitganlar rahmat aytib yubordi. Asr namozigacha bahs munozara bo'ldi. 6 savdogar norozi bo'lib chiqib ketdi. Qolganlari bir to'xtamga keldi. Nihoyat Abdulloh xulosa qildi. Do'stlarim, nihoyat bir to'xtamga ham keldik. Ot savdosida 2 xil narx bo'ladi. Urush uchun qimmat narx, xalq uchun arzon. Yog' narxi ichki bozor uchun arzon, tashqi bozor uchun chorak foiz qimmat. Gazlama, to'n, bosh kiyim, mahsi, kovushlar ehtiyojlarga qarab har 6 oyda yig'ilganimizda bir muhokama qilinadi. Un, qand, tuz kabilarda narxlar jiddiy o'zgarmaydi. Qachonki qurg'oqchilik kelsa oshiriladi. Ammo xalqni qiynar darajada emas. Biz endi katta savdogarlarmiz. Insof chegarasini bilishimiz kerak. Bozordagi chayqovchilarning narxini keskin oshirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Olib sotarlarga ham o'ta qimmat sotganini bilib qolsak, mahsulot sotmaymiz. Xalq qiynalgan vaqtlarda hatto o'z bahosida ham sotishimiz kerak. Mana, yog' sotadigan do'stimiz Ja'far. O'tgan yili zaytun, zig'ir, masxar yaxshi bo'lmaganida o'z bahosidan past narxda zarariga ham sotdi. Oddiy qiynalganlar uchun oyda bir marta tekinga ham tarqatdi. Uning omborida 3 yillik zaxirasi bor. Biz ham u kabi qimmatliroq bo'lishimiz kerak. Abdusalom pishiq gazlamadan ishlangan matoga ismlaringizni yozib qo'ygan. Shartlarga roziligingizni bildirib, barmoq bosing. 6 oyda shu yerda yoki Iroqdagi uyimda yig'ilamiz. Muammolarni hal qilamiz. Yana bir muhim masala, ish berish. Gazlamachi do'stimiz o'tgan yili 600 kishiga ish bergan. Bu 600 ro'zg'or obod degani.
Biz ham ish berishni ko'paytirishimiz, qo'lidan ish keladigan odamlarga o'z ishlarini boshlashlari uchun ko'mak berishimiz kerak. Samarqandlik chinni sotuvchi do'stimiz 6 oy avval yosh yigitlarga ish boshlashlari uchun pul berdi. Shu bahona 300 ta ustaxona ochildi. Etikdozlik, mahsudozlik, kashtadozlik, novvoychilik, tikuvchilik kabi ustaxonalar edi ular. Bir karvonboshining so'zlariga ko'ra 2000 dan ortiq odam ishli bo'lgan. Do'stimizning aytishicha, ularga 5000 dinor qarz bergan. Qarz muddati 3 yil ekan. Hatto novvoy va to'quvchilarga pulni shunday bergan. Qaytarish shart emas. Biz ham odamlarni mana shunday qo'llashimiz kerak. Shunda ular yangiliklar yaratadi. Yana bir do'stimiz o'z shahridagi muhtojlarning 2 yillik qarzini to'lab, mehnatga layoqatlilariga ish topib beribdi. Hammasi maqtagulik jihatlar. Boya bizdan norozi bo'lib chiqib ketganlar insofsizlik qilsa, bizga bog'liq bo'lgan aloqalarni uzamiz, toki xatolarni anglasin. Keyingi yig'ilishimizga Alloh taolo yetkazsin. Eslatib qo'yishim kerak, yig'ilishda muammolar yechilib, yangiliklar o'ylab topiladi. Xalqning og'iri yengil qilinadi. Shunday qilib, uyushma o'z ishini boshladi. To'g'ri, u rasman e'lon qilinmagan, ko'pchilikning umuman xabari yo'q bo'lsa-da, tadbirkorlar doirasi u haqda bilardi. Chayqovchilarning xalqni ortiq qiynashiga ancha chek qo'yildi. Odamlar xaridni xursand holda qiladigan bo'ldi. Bu orada yana 10 yilcha vaqt o'tib ketdi. Bu vaqt ichida Abdullohning yozgan asarlari ham 50 dan oshdi. Tijoratimiz ham kengaydi. Lekin so'nggi paytlar u ko'p ehson qilib, hatto sarmoyadan ham ishlatib yuboradigan bo'ldi. Bu haqda sal keyinroq yana aytaman. Hozir esa odob haqida ozgina. O'qi. A'lo bo'lsin xulqing, to halol bo'lsin rizqing, haqdan quvonsin ko'zing, yomondan o'girgin yuzing. Abdussalom Qo'shbaqov.